Yo bo'ldi, yaxshimisizlar, charchaysizlarmi? Bugungi serialimiz Ritsel hayoti bo'ladi. Bu serial juda ham qiziqarli bo'ladi deb o'ylayman. Agar joylarga yaxshilab o'rnashib olgan bo'lsanglar, yoniga yeb ichishga narsa olib kelgan bo'lsanglar, unda men videoni boshlayman. Videoni boshlashimdan oldin kanal rivoji uchun podpiska va like tugmalarini bosib qo'yinglar. Ertalab bo'lib ketibdi-ku. Tezroq ishga borish kerak, qurilish kerak tezroq shaharda. Agar lord bo'lib qolsa, qirol bo'lib qolsa o'ldiradi agar. Voy billa. Dadam o'ldiramaydi akajon. Dadam o'ldiramaydi. Qatl qo'radi. Tezroq borish kerak. Tez shahar chekkalarini qo'qlab yurishim kerak men. Tezroq bo'l. Xo'sh. Oddiy qo'riqchi bo'lib turibdi. Mana shunaqa qo'riqlab yurmasam boshqa ishim ham yo'q o'zi. Salom bolajonlar. Давай portla. Qaramaysiz. Oyda qaramaysiz. Portla. Mujik. Men seni ko'ryapman. Ma. Yeding-ku, ukam. Yeb qolding-ku. Nima qilyapti-ku? Loylar jangi-ku. Ana yedi bu ham. Tatim menga kerak. Tatim menga. Shu zonadan nariga chiqmasim kerak o'zi. Men chiqib o'tdim baqa. Огурец. Portla. Давай. Yedi bolayam yedi. Bunaqa ishlar oson bo'lib ketgan. Tezroq lorddan borib bu narsa so'rashim kerak. Lavozimimni ko'tarishdimi? Yana nimanidir sentrda ham urushyapti. Tamom mast qo'zg'agan. Xullas lord oldiga ketyapman. Ya'ni qirol oldiga hozir boshqa biror ish so'rayman. Narsalar bor shu-ku. Jiddiy turgan hozirda chiqishimiz kerak. Erta kelaman. Operatorlar turib ekan. Yani ishimni davom ettirishim kerak. Короче, mana ishim ham tugadi, короче. Endi borib uyga dam olsam. Dam olgandan keyin bir mazza qilib bananalarni ham yechib qo'yamiz. Sandiqqa mana qolish kerak ekan. Surkalardi. Bananalarni ham yechib qo'yish kerak. Keyin ilib o'tirman, ertaga kiyaman. Sandiqqa tiqib qo'yiraman. Uxlayman. Ertalab bo'pti-yu. O'zi bo'ldi ertalab. Qaraychi. Bo'pti-yu, yorug'roq ekan. Endi narsalarni olish kerak edi. Tezroq lord yoniga borib turib biror ish so'rash kerak. Hop. Qamazam bo'ldi, ketdik. Короче, ketyapman lord oldiga. Kecha o'g'di qilishmash. Brat siz qo'ymadingizmi? Brat. Men
Hop, boya keldim bo'lsa. Qayerga ketyapsizlar? Короче, lurt yoniga tekkandim. Kirgizamadimi? De ishim bor edi. Mayli, ish bo'lsa bo'ldi, kiraver. Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum. Qirol janoblari, yaxshimisiz? Charchamadingizmi? Ular janob, men sizni ish izlab kelgandim. Bu ishimdan ancha zerikdim. Shu sababli menga yangi ish topib berishingizni iltimos qilayotgandim, ular janoblari. Shu ketdim-ku. Shuning uchun birorta yangi ish bo'lsa aytavering, qanaqa ish bo'lsa qilaman. Короче, bratska. Mana shu daryoning atrofida yangicha qaroqchilar paydo bo'lgan. Ular tezroq kuchayib, yangicha golem ixtiro qilmasdan, bizga hujum qilmasdan, biz ularga hujum qilishimiz kerak. Ana shu qadab turgan joyimda. O'sha yerga borasan, pastdan xohlagan narsalaringni olaver. Xo'pmi? Yo'q, rostdan. Rostdan. Xullas, ertaga tayyor bo'lib, ana shu joyga borasan, hamma ichidagi narsalarni o'zingga olib kelasan. Lekin narsalarni qaytaraversan menga. Xo'p. Putain. Buzish kerak tezroq. Bu bor aytgancha. Buni olaman, buni. Kim mana uni? Hoppa, ana. Qani, boboy. Mag'layapsiz bitta. Shu yoshingizda kiyib qilak ishingizga qaraydi. Yo'q, dedim. Salom alaykum, siz charchayapsiz. Qilishni qaraydi, fashiku. Bitta o'ldirib tashlayman. Bo'y bo'lmaydi. Menga fashi farqi yo'q. Shuni o'ylaydi. Bitta o'qaman. Bitta o'qaman. Yo, vashi такой красавчик bo'lib ketibman qilichimni. Endi qilich bilan yorib tashlagan nomardda, короче. Qayerda yurdi o'rta? Bo'ldi, esga tushdi. Nima bo'lib qoldi? Obbo. Ardoim kasal. Xullas, narayerda bitta kema joy bo'lsa kerak. O'sha yerdan ketaman. Qornim och ekan-ku. Obbo. Tezroq buni yevorsam, shu bilan yo'lga otlanaman. Let's go. O'zimga askar tuxumlarini ham oldim. Kerak bo'lib qoladi. Biz kerak bo'lishining sababi, obbo, bu yerda kema ham yo'q-ku. Kema ham yo'q. Obbo. Kema qayerda ekan endi? Yo'q, birorta joy nima bor ekan? O'tirib olish kerak joyim. Ana, brat qandaysiz? Bo'lyaptimi ishlar? Qanday boshqaradi? Eslari chiqib ketdi. Shu tarafga qarab siltaymiz sekin. Xullas, shu tarafga qarab sekin borsak. Sekinlik bilan. Nima deysizlar? Bu yerda ham bizni jitirlar yuribdi, askarlar. Chetda nimadir neto. Lattani qada kelyapti ekan, to'g'risi. Hoppa. Buni tursak. To'g'rimi? Sekin mashtan boramiz. She'rlarda deyomadi. Adashmasam she'rlarda deydi Lord. Demakda portal ham bor ekan.
Xullas topdim sekiz shekilli. Voy. Yo, beylar. Tuyalarni o'ldirib ketganmi? Nima bu? Ya, odamni ham o'ldirib ketgan. Nima bular shunchalik ham boradimi? Unaqa emas, ular bayrog'i mana. Qo'yish kerak. Lordga boraman bayroqni. Lordga boraman. Unchalik emasdi. Voy, tash tuyalarni ham o'ldirib tashlagan. Ana. O'sha Lord aytgan. Voy. Voy. Hali bundan ham kattasi bo'lishi mumkin. Yo'ng sroz yurib kelgan. Hali ham sekinlashtiruvchi kamyonim bor. Ana. Ana o'tirib ekan. Baligini. Fomchi deb qo'ydi. Kenlik bilan borsak. Ana bitta turibdi ekan. O'tamiz davay. Berki. Onu koyup ekan. Yo'q. Qoch. Joning shirin bo'lsa qoch. Yo'q. Ushsammi? Ushstavman. Yo'q. Sammi deyman. Shunchalik kim boradi? Ularni o'ldirib ketgan-ku. Yana kelyapti. Voy, tezroq o'ldirish kerak-ku. Vahshim kuchli. Otib tashlash kerak tezroq. Qalqonni sindirish kerak. Yani ikkita ekan bari. Bular tezroq o'ldirish kerak-ku. Baxki. Baxki, kelmaysan seni. Voy, uchirish kerak bularni. Voy. Tepaga chiqib ketdi. Bundan foydalanib. Nima bu? O'lmayapti. Shunaqa qo'ydi. Joni ketmayapti. Yo'q. Mana qo'yat. Tezroq bo'lish kerak. Aytgancha. Mana bular bor-ku, to'g'rimi? Mana bratishkalar. Davay. Ke. Nima bular yordamga kelmaydimi? Yordam ber. Yansqon qilib. Mashina o'zini o'ldirish kerak. Bo'lmasam qayda qilaveradi boyagilar. Ana. Bundan senga navbat. Yaxki. Nima urib bo'lmaydi buni? Seplab qo'ydimmi? Nihoyat. Urdim. Tezroq endi yo'niga borish kerak. Yaxki. Voy, yomon. Vahşi bu. Nega ham keldiman? Yaxki. Men qo'chibsan. Voy. Vahşi bu. Nihoyat.
O'ldirdim. Endi o'zib. Oho. Yaxshi. Hammaning aksiyon qilaman. Sen ham kel. Latte. Ishonmayapsanmi? Shunchalik zo'rmisan? Latte. Yaxshi. Yeb qolqibdi. Uzmanlar pasyan egallab bo'lgan. Demak, bu yaxshi. Voy. Mana qo'shmasligini dedi. Qo'ymaysan. Voy. Bitti. Yanatda bo'lish kerak. Yanatda bo'lish kerak. Yo'qmi? Yo'q. Yo'q. Buyerda voy nima qilib. Voy, demak avval Lord ham bu yoqqa jitil yo'qolgan degandi. Bu yoqqa demak Lord avval jitil jo'natgan. Faqat bularni o'ldirib ketishgan. Demak, bu yerda bir gap bor. Bu tugallanish emas. Keyingi qavati qani ekan? Keyingi qavat yo'qmi? Xullas, bolalar bungacha yetadi. Yetdi-gay. Uyga ketamiz. Tezroq bo'linglar. Lordga xabar berish kerak. Odam yashab kelganligini. Tezroq xabar berish kerak.